Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Uzun marketda savdo qilish bo'yicha har bitta qadamni soddalashtirib, batafsil ko'rib chiqamiz. Uzun marketda qanday qilib savdo qilsam bo'ladi degan savolga bugun to'liq javob olasiz. O'zimni tanishtirsam, ismim Pahlavon Obloberdiyev, yoshim 18 da. Uzun marketda 1,5 yil davomida savdo qilib kelaman va shu paytgacha bitta do'konda o'zini $50,000 oshiq oborotga olib chiqishga erishdim. Shu bilan birgalikda bilimlarimni uzun marketda savdo qilmoqchi bo'lganlarga o'rgatib kelaman. Bo'lmasam darsimizni boshladik. Uzun marketda savdo qilish uchun sizga birinchi o'rinda bitta notebook va bitta printer kerak bo'ladi. Bu nima uchun kerak bo'ladi desangiz, uzun marketda savdo qilsangiz, albatta sizga обязательно notebook kerak. 80-90% ishingiz notebook orqali yoki kompyuter orqali bajariladi. Ko'pchilik uzun marketda telefon orqali yoki planshetim orqali savdo qilsam bo'ladimi deb menga ko'pchilik murojaat qilishadi, lekin siz planshet va telefon orqali hech qanaqasiga savdo qila olmaysiz. Uzun marketda savdo qilish uchun notebook va printer kerakligini bildingiz. Endi bular nech pul turadi, nech pulligini olishim kerak, qanaqa turdigini olishim kerak degan savol albatta sizni qiziqtiradi. Shu sababdan notebook yoki kompyuter ishlashga yaroqli bo'lsa bo'ldi, siz bemalol o'zimda savdoni boshlasangiz bo'ladi. Agar sizda notebook yoki kompyuter umuman bo'lmaydigan bo'lsa, demak siz хотя бы $100-150 ga bitta printer va $200-250 ga kompyuter yoki notebook olishingiz kerak. Sizga tavsiya beraman, $220 atrofida mana bloklar bor, ya'ni kompyuter bor. Mana shu rasmdan ko'rasiz bo'ladi. Mana shu kompyuterni olib bemalol o'zimda savdoni boshlasangiz bo'ladi. Hech qanaqa ish jarayonida qotmaydi, ish ko'rsatmaydi. O'zim mana shu mana blokdan foydalanib kelaman. Endi printerga keladigan bo'lsak, 1,5 yil davomida mana shu Epson L11 nomli printerda ishlab kelyapman. Boshlanishiga siz mana shu printerdan olsangiz ham bo'ladi. Ishlatilganini oladigan bo'lsangiz 1 milliongacha bo'ladi. Yangisini olaman desangiz $100 dan boshlanadi. Bularni qayerdan xarid qilaman deydigan bo'lsangiz, OLX yoki uzun marketdan ham bo'lib to'lashga yoki naqdga sotib olishingiz ham mumkin bo'ladi. Sizga tavsiya bergan printerda oladigan bo'lsangiz, bemalol QR koddan naklangan qog'ozlar ham chiqarib, savdoni boshlasangiz bo'ladi o'zimda. Endi uzun marketda savdo qilishimiz uchun YATT, MCJ yoki o'z-o'zini band qilish shu uchalasidan bittasi bizga kerak bo'ladi. Bularni qisqa o'rinda qilib aytganda, bular qonuniy tadbirkor bo'lasiz va davlatga har oy soliq to'laysiz. Endi bularda o'ziga yarasha farqi bor. Agar siz YATT ochib foydalanadigan bo'lsangiz, nooziq-ovqat yoki oziq-ovqat mahsulotlarini bemalol o'zimda sotsangiz bo'ladi. Lekin oziq-ovqat mahsulot sotishda juda ham muammolar bo'lishi mumkin. Shu sababdan sizdan sertifikatlar so'rashi mumkin. Shu sababdan nooziq-ovqat, ya'ni aksessuar xohlagan mahsulotlaringizdan, xohlagan instrumentlardan o'zimda bemalol sotsangiz bo'ladi. Faqatgina yakka tartibdagi tadbirkor bo'lib. Agar siz sherikchilikda biznes boshlamoqchi bo'lsangiz, unda sizga MCJ to'g'ri keladi. O'z-o'zini band qilishga keladigan bo'lsak, qachonki o'zingiz mahsulot ishlab chiqarib, o'shani uzun marketda sotmoqchi bo'lsangiz, o'shanda o'z-o'zini band qilish orqali uzumda sotsangiz bo'ladi. O'z-o'zini band qilish orqali uzun marketda o'zingiz ishlab chiqargan mahsulotdan boshqa mahsulotlar sota olmaysiz. Uzun marketda deyarli savdo qilayotganlarning hammasi YATT dan foydalanishadi. Siz ham YATT ni ochtirib, bemalol o'zimda savdoni boshlaganingiz yaxshiroq. O'zim ham YATT orqali savdo qilaman. Yakka tartibdagi tadbirkor, ya'ni YATT ni qanday ochish kerak? YATT ochish uchun siz Paynet ilovasi orqali ham onlayn tarzda ochtirsangiz bo'ladi. Yoki offlayn tarzda, ya'ni davlat xizmatlariga borasiz va men yakka tartibdagi tadbirkor bo'lmoqchiman deb xodimlarga aytadigan bo'lsangiz, o'zlari sizga YATT ni ochib berishadi. YATT ochtirishga borishingizdan oldin birinchi o'rinda sizda qo'lingizda pasport, YATT ochtirish uchun pul va fleshga kerak bo'ladi. Fleshga bu YATT kulichingizni tashlab berishlari uchun. YATT ochish bo'yicha Instagram sahifamga video joylab qo'yganman. Instagramga o'tib o'sha videoni bemalol ko'rib olsangiz bo'ladi. Qanaqa qilib YATT ochish bo'yicha yana ham batafsil qilib tushuntirganman. Yakka tartibdagi tadbirkor, ya'ni YATT ni ham ochtirib oldingiz. Keyingi qadamda siz seller.uzum.uz sayti orqali ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni sotuvchi sifatida ro'yxatdan o'tasiz. Uzun marketdan to'g'ri ro'yxatdan o'tish bo'yicha yopiq Telegram kanalimga video darslik tashlab qo'yganman. O'sha video darsligimni ko'rib, boshdan oxirigacha bemalol to'g'ri ro'yxatdan o'tsangiz bo'ladi. Hozir bu videomizga ro'yxatdan o'tish darsligimizni ham qo'shib yuboradigan bo'lsam, juda ham ko'payib ketadi, sababi o'sha video darslikni o'zi 1 soat oshiq. Telegram kanalim silkasini video opsiyasida olsangiz bo'ladi. Agar topolmaydigan bo'lsangiz, Instagram sahifamga o'tasiz va silkalar bo'limida Telegram kanalim silkasi bor. Bemalol o'tib qo'shilib, video darslikni ko'rib, bemalol ro'yxatdan o'tib olsangiz bo'ladi. Notebook oldingiz, printer oldingiz, yakka tartibdagi tadbirkor, ya'ni YATT ochtirdingiz va seller.uzum.uz sayti orqali ro'yxatdan o'tdingiz. Mana shu 4 ta qadam bajarganingizdan keyin siz bemalol uzun marketda do'kon ochib mahsulotlaringizni sotsangiz bo'ladi. Endi keyingi qadamga o'tamiz. Ro'yxatdan o'tib bo'lganingizdan keyin o'zingizni shaxsiy do'koningizni ochasiz. Do'koningizga o'zingiz xohlagan nom bersangiz bo'ladi. Keyingi qadamda bozorga borib, optim mahsulotlarni analiz qilib, o'sha mahsulotlardan sotmoqchi bo'lgan mahsulotlaringizni olib kelishingiz kerak bo'ladi va o'sha mahsulotlaringizni har birini rangini, turini rasmga olishingiz kerak va o'sha rasmlarni infografika qilishingiz kerak. Keyingi qadamda mahsulot kartochkasini yaratasiz. Mahsulot kartochkasi nima?
Uzun marketga kiradigan bo'lsangiz, har bir mahsulotni rangi, rasmlari, tavsifi, nomlarigacha alohida qilib sizni sotib olishingiz uchun qulaylik yaratib qo'ygan. Aynan mana shunday holatda siz mahsulotingiz ham ko'rinishi uchun mahsulot kartochkasini yaratishingiz kerak bo'ladi. Mahsulot kartochkasini yaratish, sifatli infografika qilish, do'kon ochish, xullas uzun marketda savdo qilish bo'yicha har bir qadamini batafsil o'rganmoqchi bo'lsangiz, onlayn kurslarimiz bor. Onlayn kursimizda o'qib, yana ham tezroq o'zimda savdoni boshlasangiz bo'ladi. Aynan o'zim sizga ustozlik qilaman. Darsimizga qaytsak, mahsulot kartochkasini yaratib bo'lganingizdan keyin printeringiz orqali mahsulotlaringiz uchun QR kodlar chiqarib, har bittasiga yopishtirib, upakovka qilib chiqishingiz kerak bo'ladi. Upakovka qilib tayyor qilib bo'lganingizdan keyin time slot olishingiz kerak. Time slot o'zi nima? Sizni tilingizda shu turadigan bo'lsa, uzun market ombori bilan siz shartnoma qilasiz. Misol uchun siz qo'lingizdagi mahsulotlarni upakovka qilib 5-yanvarga mahsulotlaringizni uzun omboriga chiqarib olmoqchisiz. Aynan mana shu chiqarib olishingiz uchun siz time slot olishingiz kerak, ya'ni uzun ombori bilan shartnoma qilishingiz kerak. Eslatib o'taman, uzun ombori bilan shartnoma qilgan sanada mahsulotlaringizni olib borib berishingiz kerak. Undan bir kun oldin va bir kun keyin ham olib boradigan bo'lsangiz, mahsulotingizni qabul qilishmaydi. Keyingi qadamda printeringiz orqali uzun ombori bilan qilgan shartnomangizni qog'ozga chiqarib, korobkalarga yopishtirib chiqishingiz kerak bo'ladi. Uzun sellerlar tilida naklanma qog'ozlar deyiladi. Uzun marketda savdo qiladigan bo'lsangiz, mana shu qadamlarni amalga oshirib, bemalol savdo qilsangiz bo'ladi. Ya'ni kompyuter olasiz yoki notebook olasiz, printer olasiz, ana undan keyin yatita ochtirasiz, yatita ma'lumotlaringiz bilan seller.uzum.uz sayti orqali sotuvchi sifatida ro'yxatdan o'tasiz, ana undan keyin do'kon ochasiz, ana undan keyin bozordan mahsulotlaringizni olib kelib, tayyor qilib rasmlarga olasiz, aynan mahsulotlaringiz uchun mahsulot kartochkasini yaratasiz, ana undan keyin mahsulotlaringizni upakovka qilib, ularga time slot olib, uzun omboriga jo'natib yuborasiz. Uzun omboriga qanaqa qilib mahsulotlar jo'natsa bo'ladi. Uzun ombori Toshkentda joylashgan. Siz turgan manzilingizdan Toshkentga qatnovchi taksilar orqali yoki yuk mashinalar orqali mahsulotingizni bemalol uzun omboriga olib borib bersangiz bo'ladi. Eslatib o'taman, shartnoma qilgan sanangizda olib borib bersangiz, mahsulotingizni qabul qilib olishadi va 2-3 kun ichida mahsulotingiz uzun marketda ko'rinadi va bemalol savdoni boshlasangiz bo'ladi. Agar videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, menga obuna bo'lib, videoga like bosib, kommentariyada biror narsa deb keting.